73 kunlik tanaffusdan so'ng Superliga yana davom ettiriladi. 16-iyuldan boshlanadigan 12-turning barcha o'yinlari bir vaqtda, ya'ni soat 20:00 da start oladi. Ularning birida musobaqa jadvalida peshqadamlik qilayotgan Neftchi Aleksandr Xomikov ustozligidagi Buxoro bilan ro'baro keladi. Mazkur jamoalar hozirga qadar 56 ta o'yinda o'zaro maydonga tushishgan. 36 bora farg'onaliklar ustunlikka erishgan. Voha vakillari esa 15 ta bahsda zafar quchishgan. 5 ta uchrashuvda g'olib nomi aniqlanmagan. To'plar nisbati 105-50 vodiyliklar foydasiga. O'tgan mavsumdagi raqobatlarning birinchi Vitaliy Levchenko jamoasi asosiy vaqt yakuniga yaqin Yovan Jokichning yagona goli evaziga g'alaba qozongan. Javob bahsida esa jangovar durang qayd etilgan. Ya'ni avvaliga 51-daqiqada Vladimir Yovich hisobni ochgan bo'lsa, ikkinchi taym tugashi arafasida Dominik Bekich muvozanatni tiklab buxoroliklarni mag'lubiyatdan qutqarib qolgan. Shuningdek, Yovichning goliga assistlik qilgan Ikrom Aliboyev bosh hakam tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka bilan jazolangan va maydondan chetlatilgan. Shu o'rinda buxoroliklar Azizxon Isoqovni o'z tarkibiga qo'shib olganini aytib o'tsak, darvozabon erkin agent sifatida baholiklarga kelib qo'shildi va u bilan 2028-yilning 1-iyuliga qadar shartnoma imzolandi. Shuningdek, birinchi davrani Lokomotivda o'tkazgan Islombek Baratov ham baholiklar tarkibida harakat qiladigan bo'ldi. Hozirda musobaqa jadvalida Neftchi 28 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Islombek Ismoilov shogirdlari 9 g'alaba, 1 martadan durang va mag'lubiyat qayd etishgan. Aleksandr Xomikov boshqaruvidagi jamoa esa 20 ochko to'plagan holda 4-o'rinni egallab turibdi. Buxoroliklar 6 bora zafar quchgan bo'lsa, 2 ta o'yinda durangga erishgan va 3 ta bellashuvda yengilishgan. O'zbekiston futbol hakamlari markazi Istiqlol stadionida o'tadigan bahsni Ahror Rizqulayev boshqarib borishini ma'lum qildi. Unga Alisher Usmonov, Baxtiyor Shavkatov, Nurbek Sharaliyev yordam beradi. VAR hakami Asker Najafaliyev, assistent Husan Xudoyberdiyev. Yana bir uchrashuvda muxlislar turning qiziqarli qarama-qarshiliklardan biriga guvoh bo'lishadi, ya'ni Bunyodkor Qarshining Nasaf jamoasiga qarshi to'p suradi. Mazkur klublar o'zaro 38 ta o'yin o'tkazishgan, 15 marta qaldirg'ochlar g'oliblikka erishgan, 7 bora esa vohaliklar ustunlik qilishgan. 16 ta raqobatda tomonlar murosa ko'chasini tanlashgan. To'plar nisbati 52-38 toshkentliklar foydasiga. O'tgan mavsumdagi uchrashuvlarda 2-2 natijasidagi duranglar qayd etilgan, ya'ni birinchi bahsda Rubin Xabay va Oybek Bozorovning gollariga Nosirjon Abdusalomov, Marko Bugarin javob qaytarishgan. 4-oktyabr kuni poytaxtda bo'lib o'tgan uchrashuvda mezbonlardan Imedia Ashorti, Amir To'raqulov, mehmonlardan esa Alibek Davronov, Husayn Norchayev bir martadan o'z ism-shartlarini tabloga yozdirib qo'yishgan. Shuningdek, 2024-yilgi chempionatda ham g'olib nomi aniqlanmagan. Avvaliga 0-0, so'ngra 2-2 hisoblari qayd etilgan. 11-turdan keyin Bunyodkor 19 ochko jamg'argan holda musobaqa jadvalida 5-o'rinni egallab turibdi. Qaldirg'ochlar 6 ta g'alaba, 1 durang va 4 bora mag'lub bo'lishgan. Ajdarlar 14 ochko bilan 9-pog'onadan joy olishgan. Qarshiliklar 3 ta bellashuvda zafar quchgan bo'lsa, 5 ta bahsda durangga rozi bo'lishgan va 3 ta o'yinda yengilishgan. Olimpiya stadioni mezbonlik qiladigan qarama-qarshilik bosh hakami etib G'ayrat Jo'rayev tayinlangan. Unga qanotlarda Rasuljon Fozilov va Maksim Nexoshin yordam beradi. Zaxira hakami Dias Galeyev, Varda Jasur Muxtorov faoliyat olib boradi. Assistent esa Islom Azimov. Shu kunning so'nggi bahsi So'g'diyona va Xorazm o'rtasida bo'lib o'tadi. Mazkur raqobat Zomindagi stadionda o'tkaziladi. Ushbu ikki klub hozirga qadar o'zaro 15 marta duch kelishgan. Jizzaxliklar 8 bora, Xorazmliklar esa 5 marta g'alaba qozonishgan. 3 ta uchrashuvda g'olib nomi aniqlanmagan. To'plar nisbati 27-20 bo'rilar foydasiga. 2025-yil birinchi davrada Jizzaxliklar Lubcha Doriyevning yagona goli evaziga zafar quchishgan. Javob bahsida ham omad So'g'diyonaga kulib boqqan. Yana o'sha Shimoliy Makedoniyalik Lubcha Doriyev o'z ism-sharifini tabloga yozdirib qo'ygan. Shuningdek, qo'shimcha vaqtda Jasur Jaloliddinov xorazmliklar posbonni dog'da qoldirib, jamoasining g'alabasini mustahkamlagan. Xabaringiz bor, hozirda mamlakatimizda transfer oynasi ochiq. Shu munosabat bilan Ulug'bek Baqoyev jizzaxliklar safiga bir qator futbolchilarni qo'shib olishga qaror qildi. Ya'ni Milan Mitrov, Shohjahon Sultonmurodov, Behruz Jumatov, Zenin Zaymovich, Behruzbek Asqarov, Jamshid Boltaboyev bilan yil oxiriga qadar shartnoma imzolandi. Filip Ivanovich bilan esa shartnoma uzaytirildi. Serbiyalik himoyachi 2028-yil so'ngigacha jizzaxliklar sharafini himoya qiladi. Xorazmliklar esa Dinamoda harakat qilgan Ulug'bek Hoshimovni o'z tarkibiga qo'shib olishdi. Hujumchi erkin agent sifatida jamoaga kelib qo'shildi va 2026-yilning 15-dekabrigacha mo'ljallangan bitimga imzo chekdi. Shu bilan birga Umidbek Sultonov va Suhrob Izzatov erkin agent maqomida Xorazmga o'tdi. Sultonov 2026-yil 15-dekabr, Izzatov bilan 2027-yil 15-dekabrgacha shartnoma tuzildi. So'g'diyona hozirda 9 ochko bilan musobaqa jadvalining so'nggi pog'onalaridan biri, aniqrog'i 15-o'rinda turibdi. Jizzaxliklar 2 bora g'alaba qozonib, 3 ta durang va 6 mag'lubiyat qayd etishgan. Xorazm esa 13 ochko to'plagan holda 10-o'rinda bormoqda. 3 ta o'yinda muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, 4 tadan o'yinda durang va mag'lubiyatga uchragan.